Ish joyingizda adolatsizlik yuz berdi. Ammo advokatga yoki ariza yo'q shoshilmang. Bu ishlarni ketma-ketlikda bajaring. Bizga obuna bo'ling, birgalikda huquqiy bilimlaringizni oshirib boramiz. Birinchi bosqich bu ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara. Ya'ni siz o'z e'tirozlaringizni, shikoyatlaringizni, talablaringizni ish beruvchiga yozma yoki og'zaki ravishda murojaat qilishingiz lozim bo'ladi. Ko'pincha bu holatlarda masala ijobiy hal bo'ladi. Ikkinchi bosqich. Agar siz ishlayotgan korxonada kasb uyushmasi yoki mehnat nizolar komissiyasi bo'lsa, unga murojaat qiling. Uchinchi bosqich. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining hududiy bo'limlariga, ya'ni mehnat inspeksiyalariga murojaat qiling. To'rtinchi so'nggi bosqich. Agar yuqoridagilar natija bermasa, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlar sudiga da'vo ariza bilan murojaat qilish lozim bo'ladi. Shu va shunga o'xshash holatlar sizda kuzatilsa, bizga murojaat qiling. Obuna bo'lishni unutmang.